Yüzünü taşıp yardıya barasız. Kalam. Hadi, shahardan kelin olib keldim jalla. Kim? Tanishingda keliningiz bo'ladi jalla. Kelinim? Ha, nega anaqa papasha bilan salom alaykum o'rgan? Nima deyapti bu? Hatsulik qiling deyapti jalla. Qatsuluy? Ha. 1 minut. Assalomu alaykum papichka, yaxshimisiz? Ana bu mana boshqa gapda mana. Odamga o'xshab salom berib bo'ladi-da mana. Kelini kiyimi g'alati ekanda, sal qishlog'imiz bir Hadi, siz buni qatdan ham tushunasiz. Bu shaharlik jalla. Takoy mana shunaqa stilli kiyinadi jalla, tushunyapsizmi? stilni. Da, stilli. O'zimizni milliy kiyimlardan qo'ymasin-da baka. Kelin ovqat qilish biladimi? Yo'q. Ya, da nima deb tashyapsiz? Bu sizga xizmatkor emas. Xizmatkor qilib beradi ovqatingizni. Xizmatkor? Da. Kelin bitta nariga qarang. Mana bachalarim, birga mehnat qilib, oila nimaligini tushunasizlar. Zakisdan o'tdingmi? Olib qochdingmi? Yo'q, o'zi keldi. O'zi kelsa olib kelaverasan. Nima qilayman? Qo'ya suv berdingmi? Beruvdim, ichib qo'yibdi-da, jalla.